Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi obyektimizga yetib keldik. Navbatdagi obyektimizda hammom rekonstruksiya ishlarini olib boramiz. Bu yerda qilinadigan ishlar birma-bir ko'rsatib boramiz. Mana bu yerga kimoshni o'rnatamiz. Ramka rakvina qo'yamiz. Rakvinaning tepasi oynalanadi. Oynaga qo'ygan joyimizdan avtorizkani sal ko'chirib, kimoshni rakvinaning o'rtasiga qo'yib qo'yamiz. Bu yoqda trap qo'yib bitgan ekan. Oldindan trapni ham boshqa qo'yamiz. Mana bu sistemlarni qo'yib qo'yamiz. Beshoviy sistemani. Bundan tashqari mana bu katel o'rnatamiz. Katel qo'yamiz. Katel oldiga kafelerlarni qo'yib atrof devorlari to'g'ri panel bo'ladi. Shunday beriladi. Gaz vakamizdan xuddi shu ishni qilamiz. Ramka oldindan sovuq suvga tashlab ketgan ekan. Qo'lda ishlashdan oldin sovuq suv ishlangan tashlab ketgan ekan. Bu ham salasining xatosi bor, bilan to'g'rilab, mana kanalizatsiya ishlarini ham kirmoshinaga olib kelib, mana rakvinaga olib kelib, kanalizatsiya tubasini chiqarib ketamiz. Mana tubalarni ham burutli qilib, strikka qilib, devor arasiga olamiz. Mana bu ham simstirlangan. Mana ishlangan. Qani bo'lmasa ish boshlaymiz, xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, mana keyingi obyektni xudo xolasa bo'ldi. Mana tanishinglar mumkin. Chaqulda boshlanishga rakvina qo'ydik. Kir mashina qo'l avtomat ekan. Buni ham salkam avtomatda qildik. Suvlarni ulab, avtomat kir mashinaga sharoit ketganmiz. Areson qo'ydik, 50 litrli rossiyskiy zo'r aresonlar. Bu yoqqa sochib beradigan, so'raydigan narsalar, o'rnalar, aksessuarlari. Qo'yib panel. Mana bu sensorlardan qo'yamiz. 3 xil rejimda yuradi oyna. Soat necha bo'lganini, graduslarni hammasini ko'rsatib turadi. Mana 12 gradus, 12, 3 bo'ldi soat. Agarga kafelarni zo'r qilib yopishtirdik, mana endi keyingi xonaga ketamiz. To'g'ri simsitlar qo'ydik. Yoniga burchaklardan zo'r qilib sharoit ham qo'ydik. Indikatorli kanyon simsitor 3 xil rejimda ishlaydi bu. Kataloniya mana piramidali ekshasidan qo'ydik, demoqlarni chetga qilib, trassalar, serverlarning asosiy parachaga qo'ydik. Tukipol, kalifrlar joyida. Bu sistema oshxonaga ham tekkan, oshxona ham siydi. Kerak emas aytib, oshxonani buzmaydigan qilib, kanallar bilan sho'rlik qilib berdik. Tashqariga ham ozgina ishlarimiz bor, shuni tanishtirib o'tamiz hali. Mana tashqariga ham karabin o'rnatdik, letniy oshxona bo'ladi ekan, o'shanga sharoit qilib, issiq suv, sovuq suv sharoitlarini qilib, mana bu yoqqa avtomat okoplarni qo'yib, aytganimdek letniy kuxnya bo'ladi ekan. Mana bu yerga gazlarni zapas qilib tashlab ketdik. Mana bu yerga dekorativniy xonalari kelajak. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasiz.